Tasavvur qiling, siz zombi virusiga tayyormisiz? Albatta yo'q. Bugungi film qahramonlari ham tayyor emasdi. Agar keyingi videoda ismingiz birorta personajga qo'yilishini xohlasangiz, hoziroq kommentariyada yozib qoldiring. Originalida ism chiqishi baribir boshqacha, qayerdagi padarginal kanallarda emas. Video boshlanishida oldin like bosib, obuna tugmasiga ham bitta kalla qo'yib qo'yishni unutmang. Men esa videoni boshlayman. Men nima yangilik qilsam, o'g'irlab o'zini kanaliga qo'yayotgan O'g'ri Mania kanalini admini keyingi videolaringizda bu ism qo'yish, o'zbekcha ism qo'yish ideyasini morfindan o'g'irladim, morfindan tikka chopdim deb aytishingizni muxlislarim bilan talab qilamiz. Chunki nima yangilik qilsam o'g'irlab oxirgi paytlar yomon odamni asabiga o'ynayapsiz, to'g'risi. Agar muxlislarim mana shu videoni ko'rayotgan bo'lsa, yetkazib qo'yinglar. Sizlardan uyalsin hech bo'lmasa, mendan uyalmasa ham. Odamlar bir betam bo'lish kerak ozgina. Voqealar 2012-yilda boshlanadi. Yangiliklarda noma'lum epidemiyaning tarqalgani aytiladi. Odamlarni ochko'z, tajovuzkor zombilarga aylantiruvchi xavfli virus nazoratdan chiqib ketgan. Ko'chalar tartibsizlikka to'la, hukumat esa harbiylarni jalb qilgan. Uyda kichkina bola multfilm ko'rayotganda birdan televizor o'chib qoladi. U onasini axtarmoqda, singlisi E'zoza esa qo'rqib ketgan. Shu payt otasi qo'ng'iroq qilib, onalari bilan tezda xolasi Barchin yashaydigan joyga ketishlarini buyuradi. Onasi shoshilinch buyumlarni olib, bolalarni mashina tomon yetaklaydi. To'satdan ularga zombi hujum qiladi. E'zoza mashina ostiga yashirinib oldi, lekin akasi bunga ulgurmaydi. Ko'p o'tmay onasi ham zombiga aylanib qizi tomonga sudraladi va shu payt qizaloqni Hamid ismli politsiyachi qutqarib qoldi va uni himoya qilish uchun zombilarni o'ldirdi. Oradan 10 yil o'tdi. Shaharlarda odamlar deyarli qolmagan, har yer vayron bo'lib yotibdi. E'zoza endi qomati chiroyli deya olmayman-u, lekin baquvvat qizga aylangan. Hamid unga qurol ishlatishni, tirik qolishni va jang qilishni o'rgatgan. Ular dengiz bo'yiga yetib, yangi hayot boshlash harakatida. Tunda ular yana bir zombini uchratdi. Hamid esa buni shpion bo'lsa kerak deb o'ylab, ular yo'lni davom ettirmoqda. Metan va propanning narxi otning kallasida bo'lib ketgani uchun esa ular otning o'zidan transport sifatida foydalanishadi. Bir tepalikka chiqqanlarida pastda bir mashinaga zombilar hujum qilayotganini ko'rishadi. Ular yordam berishadi, ammo haydovchi baribir tishlab olingan. E'zoza mashinani tintiyotgan paytda Hamid tishlangan haydovchining hayotiga nuqta qo'ydi. Shu payt ularga 3 ta mashinada odamlar yaqinlashdi. Ular E'zoza va Hamidni talonchi deb o'ylab tahdid qilishmoqda. Vaziyat keskinlashayotganda ichkaridan homilador ayol chiqib, hammani tinchlantirishga harakat qilmoqda. Ammo shu payt atrofda bir to'da zombilar paydo bo'ladi. Odamlar mashinalarga qamalib yoki jangga kirishadi. O'qlar esa juda ham tez tugaydi. E'zoza va Hamid qo'l jangi bilan davom ettirishmoqda. Shu joyda pauza qilib videoga like bosib qo'ying. Like'lar soni ko'p bo'lsa, yangi videolar soni ham ko'payadi va video qanchalik qiziqarli bo'lishi ham bosgan likeingizga bog'liq. Like'lar uchun oldindan rahmat. Homilador ayol Gulirano va uning eri Xudoyberdidan boshqa hamma halok bo'ldi va to'rtovlon mashinaga o'tirib qochishadi. Gulirano 35 haftalik homilador, ularning oziq-ovqati tugab va tirik qolganlar yashirinish uchun tuzilgan maxsus koloniya qidirayotgan ekan. Biroq mashina yo'lda buzilib qoladi va ular piyoda yo'lni davom ettirishga majbur bo'lishadi. Vayronaga aylangan shahar orqali yurib tashlab ketilgan shifoxonani topishadi, lekin u yer xavfsiz emas. Shu sababdan ular bir kechaga tashlandiq maktabda tunab qolishadi. Hamid bilan E'zoza esa har ehtimolga qarshi oldindan hududni o'rganib chiqishdi. Ko'rinib turibdiki, ular faqat dondonziki bilan emas, harbiy mashg'ulotlari bilan ham shug'ullangan, haqiqiy zombi ovchilariga aylanishgan. Kechqurun ular ozgina qolgan taomni bo'lib yeyishadi va apokalipsisdan oldingi hayotlari haqida gaplashmoqda. Hamid koloniyaga borishni istamaydi, ammo E'zoza Gulirano va Xudoyberdiga yordam berish kerakligini aytdi va erkak oxir-oqibat ko'nadi. Oradan vaqt o'tib, Gulirano va Xudoyberdining o'sha halok bo'lgan hamrohlari zombi bo'lib uyg'ondi va tirik odamlarni izlab yo'lga tushadi. Ertalab E'zoza shubhali shovqinni eshitadi. Bu zombilar edi. U bittasini osongina yo'q qiladi, ikkinchisini esa balandroq joyga olib chiqib, pastga qulashga majbur qildi.
Kechqurun guruh yana safariga qaytdi va ketishda zombiga kichik sovg'a, ya'ni granata qoldirib ketishadi. Ezoza koloniyani qayerda ekanini bilib oldi. U aeroport yaqinida ekan, Gulirano esa u yerda hanuz tirik odamlar bo'lishiga ishonyapti. Hamid aeroportda ishlaydigan samolyot qolmagan bo'lsa ham baribir sinab ko'rishga qaror qildi. Yo'l bo'ylab ular tashlab ketilgan mashinalarni uchratib, ulardan bolalar aravachasini olib Guliranoni o'tirg'izishadi. Ayol esa tug'ilajak farzandi zombilar dunyosida qanday qilib omon qolishidan juda ham qo'rqmoqda. Qo'rqmang opa, mana biz yashab yuribmiz-ku, o'g'ri o'xshagan zombilarda ichida. Ular nihoyat aerodromga yetib kelishadi. Uchish maydoni bo'm-bo'sh, lekin uzoqda kichik angar bor. Ichida esa bitta eski dvigatelli samolyot turardi. Xudoyberdi avvallari mexanik bo'lib ishlagani uchun uni uchishga tayyorlashni boshlaydi. Ezoza esa bu joyni tanishini aytadi. Ma'lum bo'lishicha uning otasi uchuvchi bo'lgan va uni ko'p marta shu aerodromga olib kelgan. Aynan shu payt aeroportga katta to'dali zombilar yaqinlasha boshlaydi. Hamid barcha o'qlarni sarflab, ularni to'xtatishga urinadi. Ezoza esa samolyotni ishga tushiradi, ammo zombilar deyarli ularga yetib oldi. Xudoyberdi samolyotni to'liq tuzatishga ulgurmagan ekan, dvigatel havo o'rtasida ishdan chiqib, ular o'rmon o'rtasiga dumalab tushdi. Mo'jiza tufayli hech kim jiddiy jarohat olmaydi, hattoki homila ham. Bu safar ular temir yo'l bo'ylab eski vagonlar orasidan piyoda yo'l olishadi va bir angarda tunashga qaror qilishdi. Tunda g'alati tovushlar eshitilmoqda. Hamid Gulirano yoniga kelib, unga konservalarni ochishga yordam beradi. U o'z oilasidan va do'stlaridan ayrilganini, hozir esa faqat Ezoza bilan oila ekanini aytmoqda. Xudoyberdining ahvoli og'irlashadi, isitma ko'tariladi, hushidan ketay deydi. Ma'lum bo'lishicha, zombilar hujumida u ham tishlangan va endi asta-sekin zombi bo'lib bormoqda. Ertalab ular yana yo'lga tushishadi. O'rmon va Makkajo'xori dalasi orqali o'tishadi. Xudoyberdi esa tobora xiralashib, savollarga javob bermay qo'ydi. Hamid uning yuqtirganini bilardi, lekin biroz umri qolganini aytib, uni darrov o'ldirmaydi. Kechga yaqin ular bir fermaga yetib kelishadi. Bu yerda yolg'iz keksa olim yashar ekan. Avvaliga u hech kimni ichkariga qo'ymaydi, ammo Hamidning iltimosidan keyin yuragi achiydi va uyga kirish uchun ularning barchasidan qurollarni topshirishini talab qiladi. Uyda elektr ham, issiq suv ham, hatto ishlaydigan noutbuk ham bor. Ular uchun haqiqiy mo'jiza edi. Mehmonlar issiqqina ovqat yeb dam olishadi. Olim esa ularga 20 yildan beri shu yerda yashashini va virus tufayli insoniyat evolyutsiyaning yangi bosqichga chiqqanini gapirib, faqat kuchlilargina omon qolish kerakligini ta'kidlaydi. Gulirano uning bu gaplaridan bezovtalanmoqda. Xudoyberdi esa tobora yomonlashib, zombiga aylanish jarayoni boshlangan. Tunda hamma uxlab qolganida olim Xudoyberdining yuqtirganini bilib qoladi. U ularning ichimligiga uyqudori qo'shganini aytib, hammasini asirga oldi. Ma'lum bo'lishicha, u saroyida zombiga aylangan xotinini saqlar ekan va mehmonlarni unga ovqat qilib berishni rejalashtirgan. Xudoyberdi Guliranoni qutqarish uchun o'zini qurbon qiladi. U olimning xotinini yeb tashlaydi. Shu payt esa qolganlar o'zini bo'shatib qochib ketishadi. Ular olimning mashinasini olib uzoqlashdi. Birozdan so'ng Guliranoni to'riq og'riqlari boshlanadi. Mashinadan keyin esa katta zombi to'dasi ularni quvib yetdi. Ayniqsa ularning boshlig'i juda ham vahshiy va kuchli edi. Qahramonlar mashinadan chiqib koloniya tomon yugurishadi. O'qlar tezda tugaydi. Xudoyberdi esa orqada qolib zombilarni to'xtatishga qaror qildi. U bir nechtasini yengadi, ammo katta zombi uni ham maydalab tashlaydi. Hamid, Gulirano va Ezoza esa koloniya darvozasiga yetib yordam so'raydi. Qorovullar ularga eshikni ochib ichkariga kiritishadi. Nihoyat ko'p eshitilgan tinchlik zonasi deb nomlangan daryo ustidagi koloniya va Gulirano shu yerning o'zida farzandini dunyoga keltiradi. Hamid va Ezoza esa koloniyaning sardori Sardor bilan tanishadi va tezda tushunishadi. Bu joy unchalik xavfsiz emas. Qoidalar juda ham qattiq, yangi kelganlarga ishonch kam. Hamid yo'lni davom ettirish tarafdori, lekin Ezoza bu joyni tark etishni istamaydi va shu yerda o'ziga er topmoqchi. Hamid Gulirano tug'ruq vaqtida og'ir asoratlar bo'lganini va u tirik qolmasligini bilib qoldi, ammo chaqaloq sog'-omon tug'ilgan. Hayotining so'nggi daqiqalarida Gulirano qiziga Nastinka, ya'ni Umida deb ism qo'yadi va Hamiddan uni asrashni iltimos qildi va koloniyadagi ayollardan biri go'dakni butilkadagi sut bilan boqishni boshlaydi.
Shu orada aqldan ozgan olim haliyam tirik ekani ma'lum bo'ldi. U shahar bo'ylab kezib, o'zi ixtiro qilgan itlarning xushtagi kabi qurilma yordamida zombilarni boshqarishni boshlaydi. Koloniyada hayot tashqi tomondan tinch ko'rinadi, chunki odamlar qo'l kurash musobaqalarini o'tkazadi, yoshlar esa diskotekalarga borardi. Ezoza bunday manzarani hayotida birinchi marta ko'rib hayron qoldi. Hamid esa xonasida Guliranoning chaqalog'i bilan o'tiribdi. Ezoza yangi tanishlari bilan sayr qilib, koloniya haqida ko'p narsani bilib oldi. Ma'lum bo'lishicha, agar zombilar bostirib kirsa, koloniya portlab ketadigan qilib minalangan. Shuningdek, daryo ostidan o'tadigan yashirin tunnel bor ekan. U bu yer bilan shaharni bog'lab turar ekan. Shu payt aqldan ozgan olim koloniyaga yetib keldi va zombilarga hujum qilishni buyuradi va koloniya xavf ostida qoldi. Odamlarning bir qismi juda ham tez zombiga aylanishni boshlaydi, qolganlarida esa o'q tugayapti. Omborlar bosib olingach, hamma zudlik bilan yer osti tunneliga qochishga majbur bo'lishadi. Hamid chaqaloqni ishonchli ayolga topshiradi va Ezozani topish uchun yugurdi. Zombilar esa to'xtamasdan bostirib kelmoqda. Hamid va Ezoza bir-birini topib, zombilar to'dasiga qarshi jang qilishadi. Aqldan ozgan olim ham Hamidga hujum qildi, ammo qahramon uning zombilarni boshqaruvchi qurilmasini sindirib tashlaydi. Endi qurilmasiz qolgan olimga o'sha o'zi boshqargan zombilarning o'zi tashlanadi va shu payt zombilarning boshlig'i Ezozaga hujum qiladi va ma'lum bo'lishicha, bu zombi qizning otasi ekan. Ular tunnelga yugurishadi. Shu zahoti koloniyaning omon qolgan aholisi barjani portlatib, ichidagi barcha zombilarni yo'q qildi. Hamid va Ezoza tunnel orqali tashqariga chiqishga ulgurishadi, ammo ular ko'radiki, koloniyaning yetakchisini ham zombi tishlab ulgurgan. Hamid u bilan jang qilishni boshlaydi va endi yutqazay deb turganda Ezoza revolver pistoleti bilan uni qutqarib qoldi. Hamid yaralangan, lekin sog', yuqtirilmagan Guliranoning chaqalog'i ham soppa sog'lom. Odamlar g'alaba qozondi, ammo oldinda yana noma'lum yo'l turardi. Ezoza esa shunchaki endi yana yangi uy topishimiz kerak deb xo'rsinib qo'yadi do'ndiqcham. Zombi deb faqat odam tishlash dardida yuradiganlarga aytilmaydi. Mana shunaqa o'zini content maker deb biladigan, lekin o'zini fikri yo'q, birov nima qilsa shuni qilib yuradigan odamlarga aytiladi. Shularda qatorida bo'lib qolmaslik uchun esa morfindan uzoqlashmang. Video yoqqan bo'lsa albatta like bosib, kanalga obuna bo'lish tugmasini ham bosib qo'ying. Keyingi videolargacha